Bugun O'zbekistonda e'tiroflarga sabab bo'lgan kurortlardan biri O'zbekiston sanatoriyasi haqida ma'lumot olishamiz. Bu maskan poytaxtga yaqin bo'lsa-da, havoning harorati nisbatan 5-10 daraja pastligi, go'zal va maftunkor tabiati, zamonaviy va an'anaviy muolaja usullari, yuqori sifatli servis, ayniqsa ma'dalli shifobaxsh suvi bilan mashhur. Davolanuvchilar yer qa'rining 1500 metr chuqurligidan sizib chiquvchi minerallarga boy suvni iste'mol qilish bilan birga maxsus ma'dalli hovuzlarda cho'milish imkoniyatiga egalar. So'nggi vaqtlarda e'tiroflarga sazovor bo'layotgan Tuz g'ori ham hozir aksariyat tashrif buyuruvchilar sanatoriya shifobaxsh suvini ovqat hazm qilish tizimini yaxshilash, buyrak tuzi va toshlardan xalos bo'lishda, tayanch harakat tizimi kasalliklari, qon bosimini mo'tadillashtirishda foydali deya e'tirof etishadi. Alohida nozik tablar uchun maxsus qatish, shinam palatalar xizmat ko'rsatadi. Parhezni kelasi dushanbadan boshlaydiganlar uchun O'zbekiston sanatoriyasi ayni muddao. Mazali parhezbop taomlar va shu yerning o'zida kimyoviy ishlovlar yetishtirilgan meva sabzavotlar, ayniqsa ko'katlar ochil dasturxon bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston sanatoriyasida yuqori malakali kardiolog, gastroenterolog, fizioterapevt, nevrolog, endokrinolog, urolog, UTT va EKG tahlillari shifokori va terapevtlar mavjudligi dam oluvchilarni rohatlanib, xotirjam davolanishlarini ta'minlab beradi. Shak shubhasiz ushbu kurort zonasida yaratilgan imkoniyatlar yurak-qon tomir, asab, tayanch harakat, oshqozon ichak tizimlari kasalliklarida samarali profilaktika bo'lib xizmat qiladi. Faol hayotni sevuvchilar uchun sport maydonlari, archalar va manzarali daraxtlar qurshovidagi 7 gektarli saylgoh, yaqindagina qurilgan zamonaviy hovuz ham muntazir. Ayniqsa quyidagi xizmatlarning mavjudligi davolanish va xorda qonlarni bekamukoz bo'lishini ta'minlaydi. Ha, aytgancha, eng zamonaviy ko'p funksiyali BTL apparat ham aynan O'zbekiston sanatoriyasida bor. Ta'kidlash joizki, bu yerga tashrif buyurgan bemorlar borki, kelasi safar dam olish uchun qadam ranjida qilishadi. Chunki bemorlarimizning aksariyati birinchi tashrifning o'zidayoq davo topishadi. Bizga murojaat qiling hamda jism va ruhiyat salomatligiga erishing.